Umid aka qarang, ko'pchilik aytayapti, MIPlarni, qarindoshdan olgan kreditinglarni hammasini yopib beramiz deyapti. Shu rostmi aka? Kam, MIPni hech kim yopib bermaydi. Endi balki yopib berayotgan, aldab chaqirayotgan, uni bilmayman. Lekin qarindoshdan kredit olgan bo'lsa, qanaqa qarindoshingdan kredit olasan? Yo'q narsalarda, ukam. Bankdan kredit olgan bo'lsang, yopib chiqarib beraman. MIPdan qarzing bo'lsa, yopmayman. Chunki nimaga? Sababi hali dabro kelmagan narsaga men risk qilmayman o'rtoqlar. Bordir balki shunaqa risk qiladiganlar, men unaqa risk qilmayman o'rtoqlar. Xo'p, baland foizdan olishgan kredit yoki eski kredit bo'lsa, yengillamoqchi bo'lishsa, bemalol shunaqa narsalarni hal qilib beraman. Pulda muammo yo'q. Ana bir xilda borib, pul hozir yo'q, ertaga yopib chiqarib beramiz, keyin hafta yopib chiqaramiz. Bizda puldan umuman muammo yo'q. Shunday kelishadi, shunday yopamiz, shunday ishligini hal qilib beramiz. Uka, men 8 yildan beri ishlayman. 16 yoshimda ipotek kredit markaziga kelganman. Ibrohim, bemalol aloqa chiqarishsan, Sarv bolani ko'pchilik taniydi. Birinchilardan bo'lib chiqqan ipotek kredit bo'yicha. Nomer qoldiraman, telefon qurishadi. Garov evaziga kredit ajratamiz. O'rtoqlar, ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga telefon qurasizlar. Ishinglarni tez va oson hal qilib beramiz. Ishinglar yuradigan bo'lsa, eng minimalni Sarv bo'ladi faqat. O'rtoqlar, xarajatlar. Aka, prasrochkalarni ham yopib berasizmi? Yo'q, prasrochka bilan men umuman yopmayman. Kredit bo'lsa yana qaytaraman. Kredit bo'lsa yopib, qaytib chiqarib beraman. Dabro olinmagan narsaga men risk qilmayman, uka. To'g'ri-ku?